Wow, umrimda birinchi marta Tesla'ni mazza qilib minyapman, lekin voy qoch, oy yaramas. Obbo, shu yetmay turgan. Nima bo'ldi? To'xta. Mashinani biroz to'g'rilab haydab olay. Oy yaramas, urib ketdim, to'xta. Oy, senga nima qilmadimmi? To'xta, menga qara, hoy, qochma, nima qilyapsan? Oy, senga hech narsa qilmadimmi? Qo'lim sindi. Nima qilganing bu? Yo'limga chiqib qolding o'zing. Qoch dedim, qochmading. Nimaga shunaqasan? Doim bir palakat qilaverasan sen, yaramas. Hech nima qilmadi-ku, qo'ling singan bo'lsa yur doktorga boraman. Yo'q, undan ko'ra menga aytganimni qil, bo'lmasa seni menga aytib beraman. Qanaqa aytganingni qilay? Короче, tak, sho'rva yegim kelyapti. Sho'rva yeging kelyapti? Ha, sho'rva yegim kelyapti. Agar sho'rva olib kelib bermasang, men seni menga aytaman, keyin qamalasan. Nima qilsam, meni qamatmoqchimisan, shunchalik kirisamsan? Ha, shunaqa, shuning uchun yo'liga qarab haydash kerak edi. Yo'limga qarab haydadim, o'zing chiqib kelding-ku. Men bilmayman. Borib bu yerdan tez sho'rva tayyorlab, olib kelib ber. Bo'lmasa men seni menga aytib beraman. Yaramas. Mayli, bir amallayman. Obbo, sho'rvani qayerdan topaman endi? Mana Tesla'ni ham dabdalasini chiqardi. Voy, yaramas. Tesla'mga hech narsa qilmadim ekan. Yo'q, hozircha hech narsa qilmabdi-yu, datchik yonib qolibdi. Datchik problema emas, datchikni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Muhim oldi pachaq bo'lmagan bo'lsa bo'ldi. Tak sport rejim bor, bunda sport rejimini qo'shamiz. Ana endi ketdik-da, uyga haydab boray tezroq. Endi bunga sho'rva qayerdan topib beraman? O'zim ham bilmayman sho'rvani qayerdan topishdi. Tak, mana shu yerdan sig'armikan mashina? Shu yerdan sig'dirib o'tkazib ketdik. Hozir yana agar yo'lga chiqadigan bo'lsa dabdala. Shu yerda turganimda hozir yaramas. Xo'sh, shag'aldan yurish biroz qiyin mashinam uchun. Chunki Tesla o'z tekis yo'llarda yurib o'rgangan mashina. Bunaqa yo'llar Tesla uchun problema, juda ham katta problema. Tak, mana bu yerdan sig'armikan, o'rtadan? Yo'q, sig'mas ekan. Zinalar bor ekan, xalaqit berar ekan. Tak, mana bu yerdan bir amallab o'tkazib ketsam bo'ladi. Okey, obbo. Mana poliz dabdalasi chiqdi shekilli. Undan ko'ra mashinamni avaylashim kerak, boshqasi bekor. To'xtanglar, bitta hozir reja bor. Menda mashinaga mana bu yerdan bitta yo'l qilib qo'yaman, uyimni oldigacha haydab boradigan qilib. Tak, normal. Lekin ana u jetel uchun, yaramas uchun sho'rva tayyorlashim kerak. Tak, mana shu yerdan bir qator yer blok olib kelsam mana bu yergacha, keyin mashina to'g'ri burilib bu yoqqa chiqadigan qilsak bo'ladi. Tak, hozir albatta birinchi o'rinda bel ko'ragim kerak bo'ladi. Sho'rvani qanday tayyorlasam ekan? Menda idish ham yo'q, pechka ham yo'q. Hozir idish zakaz qilib kelaman borib, keyin esa pechka ham yasashim kerak. Shaxtaga tushib kelishim kerak pechka uchun. Tak, bugun fermada ishlash atmen, chunki ishlay olmayman. Ishlasam juda ham ko'p vaqtim ketib qolar ekan. Jetellar qaranglar, bir chekkada turmasdan hammasi yo'lda o'rtasida turadi. Keyin nima qilay, urib ketaman-da bunaqa holat bo'lgandan keyin. Mana shu yerdan bitta yer blok olay. Aynan nechtaligini bilmadim, lekin ko'proq olib olish kerak. Tak, 12 ta yetadi menimcha. Tak, xo'sh, tak, bu yerda 12 ta yetarmikan tochni? Hozir hisoblab chiqamiz. Tak, uyimni yoniga yetishim kerak mashinamni bir amallab. Tak, okey, nechta ortib qoldi? 4 ta. Bo'ldi, yetar ekan. Tochni ekan o'zi. Tak, 2 tani esa, tak, qayerga qo'ysam bo'ladi? Mana shu yerga qo'yib qo'ying, mashinam burilishi uchun yordam beradi. Tak, hozir mashinani keyin olib qo'yaman. Avval borib, nima edi? Короче, pechka uchun tosh bilan ko'mir olib kelishim kerak. Qayerdadir shaxta bo'lishi kerak edi. Qayerdadir emas, mana shu yerda edi. Ko'p uzoqda ham emas. Qishloqning yonginasida mana ikkita urug' men qo'limga qayerdan kelib qoldi bilmadim, lekin hozircha urug' kerak emas. Polizimda urug'lar juda ham ko'p. Polizda esa ishlagim kelmayapti. Qayerdadir ko'mir bor edi, adashmasam. Hozir ko'mir topib kelaman. Ko'mir shaxtani bu tomonida edi, adashmasam. Bu tomonda edi. Shaxtani bu tomoni yopilib qolibdi-ku. To'xta, ko'mir qayerda edi? Ko'mir yo'q. Obbo, qayerdan ham shaxta qorong'uligini qaranglar, qayerdan ham beri kirib qoldim. Mayli, daraxt bilan bir amallab yoqib yuboraman. Undan oldin esa lekin pechka uchun tosh olib olishim kerak. Ko'mir bo'lganda yaxshi bo'lardi. Ko'mir bilan ko'proq pishirsa bo'lardi-yu, lekin iloji yo'q, o'tin bilan pishirar ekanmiz endi. Tak, o'tinni ham olaman qayerdandir. 10 ta, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ta yetadi bizga. Chunki 8 tadan 2 ta yasasam bo'ladi pechka. 2 ta pechka bizga yetadi tochni. 2 ta bilan juda ham ko'p sho'rva pishirsam bo'ladi. To'xtanglar, sho'rva sotsam ham bo'ladi. Biznes, dahshat biznesda sho'rva biznesi. Ana shunaqa biznes qilaman. Короче, hozir birdaniga borib idish zakaz qilib kelishim kerak. Ana zakaz olib kelib beradigan bratanga aytaman, olib kelib beradi. Tak, uyida o'tiribdi har doimgidek bratan. Derazadan qarab turibdi, ko'ryapsizlarmi? Ana, o'sha meni ko'rdi kelib bor etganimda. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Kejoxa, nima gap? Menga idish tovoq kerak bir ikkita. Bo'ldi, es qilamiz, pulni ber. Mana $1000 yarashib olib kelib bering. Bo'ldi, 12 ta bo'ladi, olib kelib beraman. Mayli, keyinroq kelaman. Tak, daraxt olib olishim kerak bu yerdan.
voy taporim topib kelma panku qandaysiga qilishim mumkin. Mayli, hozir bir amallaymiz. To'xtaylik, uyim qayda edi? Hozir uyimga borib olaydi. Qoch, urib ketaman hozir. Mashinam bilan urib ketganim yetmaganda o'zim bilan ham urib ketaman. O'shaning uchun yo'limga chiqmaslik kerak. Yaramas jetelchalar. Tak, ana endi bulardan ikkitagina pechkachani yasaymiz. Ikkita pechkani mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Normalli. Tak, daraxt topib kelish kerak borib. Bu ikkalasi hozircha kerak emas. Mashinam qayda edi? Mashinamni uyimni yoniga olib kelishim kerak, lekin undan oldin esa tezroq borib daraxt olib kelay yoqish uchun ko'p uzoqqa borib o'tirmayman. Mana shu atrofdan birorta daraxtni tars ag'daramanda olib kelaman, lekin ekologiya uchun bu juda ham zarar bo'ladi. Qishloqqa yaqin joydan agar daraxt kessam juda ham yomon bo'ladi. O'rniga daraxt ekib ketishim kerak, lekin hozir daraxt tushishini kutib o'tirishimga to'g'ri keladi. Tak, daraxt ber. Ha, mana o'sha bitta daraxt kesdim, evaziga bitta ekdim, bo'ldi. Uje teng bo'lib ketdi bu ikkalasi. Xo'p, ana endi pechkaga bo'lib solib qo'yish kerak. Bu ikkitani keyin nima narsalar kerak bo'ladi pishirish uchun? Menda yetarlicha adashmasam narsalar bor. Kartoshka, sabzi va shunga o'xshash narsalar. Tak, bor ekanda, rostdan ham bor ekan. Xo'sh, bu yerga yarmini qo'yamiz. Qolganini yarmini bu yerga qo'yamiz, bu yerga. Tak, ana endi borib narsalarni, ya'ni tovoqlar kelgan bo'lsa, o'sha tovoqlarni olib kelishim kerak. Undan oldin esa mashinamni uyimni yoniga haydab qo'yaman. Tak, mashinamda yonib qolibdi, o'chirib qo'yishim kerak edi, ammo yerinib ketyapman o'chirishga to'g'risini aytsam. Tak, sig'armikan shu yerdan hozir bir amallab sig'dirishimiz kerak. Xo'sh, asta to'xtaylar, biroz orqaroqqa olib turib, keyin obbo, kompyuterxonani dabdalasini chiqardim. Mayli. Bu yana battar dabdalasini chiqardim-ku. Mayli. Bir amallab tak. Mana polizga hech narsa qilmasin. Tak, bo'ldi. Mana shu yerda turib tursin paka mashina. Men borib kompyuterxonani sozlab kelay-da, agar egasi ko'rib qoladigan bo'lsa, dabdala ikkita qoch, jetel qochib tur. Afsuski egasi ham ko'rdi. Bo'pti. Mayli, endi nima ham derdim, egasiga biron nima derman. Tak, bu yerga bitta bu yerdagi ostida ekan. Lekin qanday olaman, to'xtaylar. Tak, olin. Ber, mayli, ichkari kirib olib chiqaman. Tak, bratan, assalomu alaykum, kechirasiz. Tak, mana repetitordan tushib qolgan ekan, mayli olsam. Mayli, nimaga tushib qolgan ekan? Kelgani yo'q-ku bir kundan beri. Mana bitta blokim tushgan ekan. Bo'pti, mayli, olaver. Rahmat. Tak, ana nima bu yerga ikkita blok olib kelish kerak. Qayerdan? Mana bu yerda ikkita ortiqcha blok bor edi, kakras. Mana shu ikkita blokni qo'yib qo'yaman, shunda bratan bilmaydi. Qayerdan ham shu mashinani shu yerga o'tkazay dedim, boshqa balo bo'ldi g'irt. Bu mashina ham to'g'risini aytsam, ana endi borib idish tovoqlar kelgan bo'lsa, o'shalarni olib kelishim kerak. Ana yaramas jetelga sho'rva qilib bermasam, merga aytib beradi, keyin meni qamatib yuborishi mumkin. Pushti rangli kiyimli jetel edi, qayerga ketgan bilmam. Biratan olib keldingizmi? Mana shkafning ichida. Bo'pti, rahmat biratan, unikida. Demak, sotsam ham bo'ladi. Yangi aytganimdek, zo'r biznes g'oya. Sho'rva sotish biznesi bo'ladi. Tak, hozir bu narsalarni hammasini pishirishga qo'yishim kerak. Tak, okey. Birinchi o'rinda buni ichiga narsalarni sovib olish kerak. Xo'sh, bu yerdan tak olamiz narsalarni. Menimcha yo'q, ichiga solib bo'lmas ekan. Avval qo'yish kerak ekan, bu yerga adashmasam, ikkita uchta pishirish kerak. Chunki 3 ta daraxt turibdi-ku, 3 ta daraxtga 3 ta qo'yish kerak. Tak, nima olinmaydi bu, yaramas. 1 2 3 ta qo'yamiz. Menimcha yaxshi pishib tursin hozir. Tak, yana narsa olib kelishim kerak borib, ikkita narsalar nimadir yonmayapti. Balki endi yonib qolar. Xullas, kelgunimcha tayyor bo'lib qoladi. Narsalarni ichiga solib qo'ydim. Xo'sh, ana endi borib nima olib kelsam ekan, qanaqadir ichiga solishga giyohmi nimadir olib kelish kerak. Ana qishloq kasal bo'lgan-ku, kakras o'sha uchun ham nimadir olib kelishim kerak. Ya'ni qo'li singan davo topish kerak, qo'li singan uchun. To'xtayman, shu qo'limdagi 6 tani ham shuni ichiga solib qo'yayda bo'lib. Qolgani ham pishib turaversin. Tak, yarmini olamiz, bu yerga qo'yamiz. Qolgan yarmini bu yerga qo'yamiz. Va takoy, davay. Ana endi borib giyohlarni olib kelaman. Tak, ketdim, giyohlarni olib kelay borib. Afsuski, o'rmondan birorta ham giyoh narsa topa olmadim, chunki hammasi mana bunaqangi o'tlar yoki gullar bo'lyapti. Gulda endi qishloqlar tugul o'zim ham yemayman, uni mollar yeydi faqat. Bilmadim. Menimcha shu narsalarni o'zidan normal sho'rva bo'lib qolsa kerak. Ya'ni bu yerdan qaranglar, nima solganman? Kartoshka solganman, sabzi, bug'doy urug'idan solganman, yana pishibdi, qaranglar. Qanaqa mazali bo'lgan ekan, ko'rish kerak albatta. Xo'p, buni bitta qo'yib ko'rayda.
Sabzini bargi chiqib qopti. Normal. Endi buni qishloqlarga olib borib berishim kerak va evaziga bittadan pul olmayman, chunki ana avariya qilganim bilan qolganiga sotaman. Voy qishloq, qaniysan? Yaxshi, o'zingchi? Ha, bo'ladi. Sho'rva sotib olmaysanmi? Dahshat sho'rva bor, mazali, buni qara. O, hidi dahshat ekan. Ber, bitta mayli olaman. Tak, hozir senga qayerga qo'ysam bo'ladi? Uyimga kiritib qo'y, mayli, keyinroq yeyman. Aha, mayli. Pulichi, pulini aytmading-ku. Kartang bor menga, o'sha kartaga tashlab yuboraman. Mayli, kartamga tashlab qo'y. Aytgancha 3 ta tashlab ket, 3 ta. Oiladagilarim kelar kechga. Mayli, 3 ta tashlab ketaman unda. Tak, uyida bo'sh joy bormikan o'zi? Ta, bor ekan, 3 ta sig'sa bo'ldi. 3 ta mana qo'ydim. 3 ta ketdi. Tak, qara, plastigim bormi senda, kartam? Ha, bor, o'shaga tashlab qo'yaman. Qancha bo'ladi puli? $15. Ha, bo'pti, tashlab qo'yaman. Mayli, bo'pti, rahmat senga, o'zimga ham rahmat. Tak, ana endi qani endi ana kasal bo'lgan, qo'li singan jetel qayerdan topaman endi u yaramasni man. Qayerda turgan bo'lishi kerak? Qayerda yana kimnidir mashinasiga o'zini otmoqchi bo'lib turibdimi? Qayerga ketdi ekan? To'xtaylik, shuni topib olay tez. Sho'rvasini bermasam bo'lmaydi. Ha, mana berdi ekan, mana. Hoy jetel, menga qara, men sho'rva yegin kelayotganmidi? Ha, mana o'sha sho'rva. Yegin, mana bu senga. Rahmat, jo'xa. Bo'pti, arzimaydi. Tak, ana endi qolgan sho'rvalarni ham sotishim kerak mana qishloqlarga. Tak, ketdim. Borib janob merga bitta beray, qalay chiqqanini baholab bersin menga.